Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Hürmetli kardeşler, biz tövende haremdeki emel ibadetlerine alakalı boğan suallardan birinin cevabını bayan kılımız. Kardeşlerimizin kelgen sualının biri şu. Biz ömür için haremge kirip, Beytullah'a kirip, tavapını davamlaştırdık. Tavapını kıp boğandan keyin sa'i kılıdığan çağda sırtta bir ihtiyaç doğulup, yaki neskereklerimizden ensirdik, yaki birlerdeydi, ballarımız sırtta kalgan boğaşkı onundan ensirdik. Şu sebep bilen sırtkı bir neslige, yaki ballığı bir karab giyiş münasebetiyle sırtkı çıkıp kaldık. Tavapını kıp bulup, sa'ini kılıdığan vakitte. Sa'ini kılmay, tavaptan keyin sırtkı çıkıp ketip kaldık. 1-2 saat ötep ketip kaldı. Yani bazı kardeşlerimiz deydi, şunu koşuğun özrüden sırtkı çıkıp kaldık, ama o işlerini özrüne hal kılış jarayonida o sa'ini kılmaganligimiz işimizden kötərip ketip, yatakka qaytip ketip kaptımız. Degan şekilde ma'lum darajada farqliq, ama mazmuni o'xshash bo'lgan bir savol. Ya'ni tavob bilan sa'ining orliqi o'rilib ketib qoldi, uzilib ketib qoldi. Sa'i bilan tavobning o'tirisida bir necha soat o'tib ketib qoldi. Bunday ahvolda qanday qilamiz degan savol. Xo'sh, bu masalada jumhur ulamolar, mujtahidlar agar tavob qilgan kishi tavob qilib bo'lib sa'i qiladigan vaqtida bir uzr munosabati bilan sirtqa chiqib qolgan bo'lsa, orliq uzilib qolgan bo'lsa, hech kerak yo'q deydi. Buningda butun ulamolar ittifoq. Hatto ba'zi ulamolar uzrsiz, hech qanday uzrsiz ham tavob bilan sa'ining orliqi bir necha soat uzilib qolgan bo'lsa, hem kerak yo'q deydi. Ama asli talab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılgını sünneti ulap kılış. Tavapını kılıp kendinden 2 rekat namazını okuğandan keyin sa'i safa marva tarafga o'tib sa'i qilish. Tavapdan keyin sa'ini davomlashtirish. Bu asli talab. Mumkin qadar mush shaklda qilish talab qilinadi va bu afzal savobi ajri katta bo'ladi. Yuqoridagidek o'xshamagan farqliq o'zildi bilan yoki safardan kelgan munosabat bilan tavob qilish jarayonida quzuqqa bak ichib ketib qolgan bo'lsa, tamoq yeyilish uchun sirtqa chiqdi. Sa'ini qilmay turib, tavobdan keyin. Tamoq yeb bo'lib kelib qilsa qanday bo'ladi? Bo'ladi. Yoki turiblam bir yeri og'rib qoldi. Masalan, yo tish og'riqi, quloq og'riqi, quzuq og'riqi degandek bir kesili tutdi ya boshqa. Bunun uchun sirtqa chiqib bir durixini izlab, duri elib ichib olishga yoki yeb olishga ehtiyojli qoldi. Bunun uchun chiqib, durixinlarni izlab, durisini tepib, uni iste'mol qilib olib, çay içip, tamak içip, yivelip, kiyip, sa'ini davamlaştırsa hem bulunur. Sırtqa çıqqan çağda yuqorida so'ralgan savolga o'xshash, ishini qilish jarayonida sa'ini qilmaganligini unutib qilib, yatakka ketib qolgan bo'lsa ham bir necha soat o'tib ketib qoldi. Hatto odam kech yo'lda kechib bo'lgandan keyin eslagan bo'lsa, bu yana qaytib kelib, kechda yoki da ishga kelgan vaqtda, kechida yoki da attigini ihromi buzilmagan bo'lsa, kirib buni davomlashtirsa, sa'ini qilib tugatsa, yana bo'ladi. Buning umr ibodatiga xalal yetmaydi. Bu to'g'ri bo'ladi. Buni bu shaklda tamomlasa, orliqda uzilib ketish bo'lgan bo'lsa, bu garchi sa'ini qilib tugatsa bo'ladi. Buningda hech qanday nuqson yoki xalal bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo butun qarindoshlarimizningki cho'ng kichik umr va haj va undan boshqa haramga borgan va bo'lmagan qarindoshlarimizningki amallarini, ibodatlarini qabul qilsin, duolarini ijobat qilsin. Hammamizni eng to'g'ri qilishga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.